Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, qadrdonlar, ko'pchilik so'ragan narsani biz qo'yyapmiz. Xo'p, Ustonovka jarayoni juda ko'pchilik so'rayapti. Bizni Toshkent shahrida o'zimizni Sobir Ahimovda shikolatimiz bor. Shikolatimizdan ko'pchilik boshqa viloyat akalarimiz bagajni olib ketyapti-da, ustalarga olib borishsa, ustalarning ozgina xatosi bilan noto'g'ri ustonovka bo'lib qolyapti va bagajga muammo. Qanaqa? Aka, bu bagaj bunaqa tushmayaptimi? Yo'q. Sizlarga mana videoda sinib anig'ini tashlab beryapman-ki, ko'ringlar. Biz hech narsa yashirmaymiz. Qadrdonlar, bagajningizni olasizlar, olganlaridan keyin tepasiga mashq holatda yig'ib olasizlar. Bagajning hali qatirilgani yo'q. Olasizlar, tepasiga shu holatda yig'ib olasizlar, o'zini ichi bor. Yig'ib olganlaridan keyin mana bolt va tayda o'zini to'kayi bor, rezinkasi aniqrog'i, germetga quygan holati. Ayrajon, kelinglar. Tezroq. Olasizlarda mana shu germetga qilingan joyda turgan holat teshiladi bu va o'zini joyiga tiqilinadi. Sababi bo'ldi. Buni salonning ichida hamma yo'g'ini yechib, tom ustalar aytishyapti ekan, olib borsiz, tomni yechamiz deydi. Hech narsani yechmaysizlar. Kerak emas, mana. Bo'ldi, shu narsa kerak xolos. Mana bu narsa turgan holatida rezinkani tushiradi. Ishi rezinkani va metni o'zidan ishlaring bitadi. Patologni ish ko'paytir, kerak emas. Plos masala yechiladi debsalar, stoka plasmasalardan hech narsa. To'rtta burchakda rezinka yechiladi. Pametdan qatirsa bo'ladi. Biz tepasini birga bir qilib qo'yib qo'yapmiz. Ag'i ozgina 4 dona bolt va ustonovka qatirib qo'yish kerak xolos. Boshqa hech narsa so'ramaydi. Germetkani ayamasdan turkachalaring, xudo xolasa suvom o'tmaydi. Shu narsani biz ko'pchilik so'raganlik uchun video qilib qo'yapmiz. Adresimiz Marg'ilon shahrida joylashgan. Kimgadir shunaqa chiroyli bagajlar zarur bo'lsa, aloqa chiqasizlar, telefon nomerlarini qoldiramiz. Salomat bo'lasizlar.